Alloh taolo shunday buyuradi: Meni sevishda samimiy bo'lsangiz va buni isbotlashni istasangiz, payg'ambarimga bo'yinsuning. Shunday ekan, sunnatlarga amal qilgan holda hojatxona sunnatlarini ko'rib chiqamiz. Hojatdan chiqqaningda tahorat uchun suv tayyor bo'lsa tahorat olmoqlik, agar tayyor bo'lmasa tayammum qilmoqlik. Faxri olam sallallohu alayhi vasallamdan nima uchun bunday qilishlarini so'rashganida, o'lim insonga g'oyat yaqin bo'lganidan, shoyat tahorat uchun suv tayyor bo'lgunga qadar vafot topadigan bo'lsam, tahoratli holda ko'z yumgan bo'laman dedilar. Allohning habibi har kim mevali daraxt ostida yoki umumiy yo'l o'rtasida va yoxud oqarsuv chekkasida qazoyi hojat qilsa, Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'natiga duchor bo'lsin dedilar. Shunday ekan, bu kabi joylarda qazoyi hojat qilish sunnatga ziddir. Hojatda o'tirganda chap tomonga mayil etib, chap qo'lni chap chakkaning ostiga qo'ymoqlik. Hojatxonada avratga qaramaslik. Avratga qarash parishon xotirlikka sabab bo'ladi. Tik oyoqda hojat chiqarishdan qochmoqlik. Faxri olam Hazratimiz Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni bundan qaytarib, "Ey Umar, kichik hojatni tik turgan holda bajarma" dedilar. Hojatxonaga kirishdan oldin qo'lni yuvish ham sunnatdir. Hojat vaqtida tupurmaslik va burun qoqmaslik. Hojatga kirishdan oldin eshikni qoqish sunnatdir. Hojatga kirayotganda duosini o'qish sunnatdir. Hojat vaqtida gapirmaslik, chunki hojatda gapirish gunoh va savobni yozib turuvchi farishtalarni bezovta qiladi. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hojatga ketayotgan vaqtlarida oyoq kiyimlarini kiyar va boshlarini o'rar edilar. Hojatxona topilmagan joylarda ehtiyojni bartaraf etish uchun yumshoq tuproqli yerni tanlashlik. O'tirgan holatda hojat chiqarish, tik oyoqda bajarish sunnatga ziddir. Sunnatlarga amal qiling, hayotingizga nur kiradi va biz bilan birga qoling. O'tirishda, turishda, yeyishda, ichishda, yurishda, qazoyi hojatga kirib chiqishda, poklanishda sunnatlar bor. Ibodatlar sunnatga to'la. Ular qayerda? Nega amal qilinmaydi? Agar bu sunnatlarga amal qilinsa, haqiqat quyoshi balqar, Alloh tajalli etar va alamlar ketar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazratimiz hojatini chiqaradigan vaqtlarida yerga ko'proq yaqinlashgandan so'nggina liboslarini tushirardilar. Qistanib turgan vaqtda namoz o'qimaslik, avratni o'ng qo'l bilan ushlamaslik, hojatga kirayotganda chap oyoq bilan kirishlik, chap tomonga mayil etib o'tirmoqlik sunnat. Chap qo'l bilan tahorat olmoqlik ham sunnatdandir. Katta tahoratga ehtiyoj bo'lsa, kesak bilan tozalanib, suv bilan yuvmoqlik sunnat. Chiqayotganda obdastada suv qoldirish ham sunnatdir. Hojatdan chiqayotganda o'ng oyoq bilan chiqish sunnatdir. Shipaklarni kiyishga qulay holatda qoldirish sunnatdir. Chiqish duosini o'qish sunnatdir. Chiqqandan so'ng qo'llarni yuvish sunnatdir. Hojat duosidan keyin bismillah aytish, chiqish duosidan avval bismillah aytish sunnatdir. Va hamda hamisha tahoratli holatda yurish, hojatda din va dunyo ishlarini o'ylamaslik, najosatga qaramaslik, peshob ichiga tupurmaslik ham sunnatdir. Sunnatlarga amal qiling, hayotingizga nur kiradi.